Qadrdonlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana 2025-yil 3-oktyabr sanamizdagi ishlarimiz yuklanish jarayonlari ketyapti. 10 mingtalik mashinalarimiz o'chirda turibdi, xudo xolasa. Ishlarimiz mana tayyor bo'lib pishgan. Nima desam bo'ladi endi, tandiridan video ko'rsatamiz sizlarga. Bular yuklanishga tayyor. O'sha ketma-ketlikda yuklanib boryapti. Bu tarafda mana 5 mingtalik mashinalarimiz yuklanib tayyor bo'lib qoldi. Ishlarimizning ranglari aksariyat atlasnoy bo'ladi. Narxlarimizda aksiya narxlarida qilib zavodni o'zida 750 so'm qo'yganmiz. Sizlar mana ranglari ham oppoq chiqyapti mana dahnalarimizdan. A'lo darajada. Limon ichidan ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana xumdonlarimiz ishlardan tandirining ichi o'rnab bo'lyapti. Ishlarimiz sifatlari a'lo darajada. Vodiy bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor, aloqaga chiqaveramiz. Bu tarafda mana satkalarimiz, xomushlarimiz terilish jarayonlari. Ishlarimiz yuklanib tayyor bo'lib qolgan holati. Pullarning yetishmovchiligi sababli xomushlarimiz chiqishi buguncha to'xtagan. Xudo xolasa yana chiqarishda davom etamiz. Nomerlar pastda qoldiramiz va batafsil ma'lumotni yana ham olish uchun bemalol telefon qilib narxlarni kelishtirib olib beraveramiz. Telefon qilaverasizlar.